Assalomu alaykum aka. Kartal televizion xushketsa bolalar. Tanisizlar, sho'l sistemani ochib ko'chirib Ruslan. Sho'l pastani полностью namoyon qilib kelib va plus tomonlarni qidirayotgan именно diler sifatida o'sha mashina insonlarda. Va to'g'risini aytaman, bugun battle emas, bugun просто test. Yangi pasta olib kelgan. Shu pastani bugun namanganlik do'stlarimiz, xudo xohlasa bilasizlar, блатной moyka. Vallahi super, haqiqatdan ishladim ko'rib rosa o'zim aniq aytolmayman, lekin bugun bilan taklif qilganmiz. Nima uchun? Bugun Ruslan aytmayapti nima pastaligini, lekin sizga test ko'rsatmoqchiman dedi. Ko'ramiz bolalar, xudo xolasa. Ruslan, bu обезжирка как положено, yonib turibdi. Она горит. Да. Bemalol mana обезжирка bor, drill pili borlar. Bugun o'sha pastani ochib aytaman. Mana shu drillga qo'yib turib, mana shu anaqani kapotni qirib ko'rsataman deyaptilar. Mana. Marhamat. Bir daqiqa. Bir daqiqa. Men o'lchayman. Qaralaring. 45, 46, 48, 38. Примерно 45 deb olaylik. Примерно 45 deb olaylik. Пожалуйста. O'zinglar ko'rib. И обратите внимание, что здесь помимо всего есть еще свои дефекты. Да, есть. Да. Men bugun juda xursand bo'ldim, chunki Namangandan именно блатной mo'ykani sizlarga kelgan. Joninglar sog' bo'lsin, juda xursandman, ishlarni ko'rib kuzatib boraman. Ishinglarga gap yo'q. Haqiqatan qo'llab-quvvatlayman sizlarni. Otabek, обезжирку можно вашу? Да, конечно. Вот, пожалуйста. E'tibor beringlar. Drillda menga o'sha narsani beringlar. Bu anaqada o'tirmasin, mana spetsialniy mana shu narsani. Drillda. Mana. Men o'zinglar mashinalarda qilib tekshirib buni test ko'rish tavsiya bermayman. Atak просто pastani bugun xususiyatini tekshirish maqsadida yig'ilgan, to'g'rimi? Давайте, bemalol. Husan aka, boshlaylik. Yaxshigina chizildi. Yaxshigina chizilgan. Это паста от компании Шоль. 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 От Шоли. Она будет бестселлер. Ага. Marhamat. O'zlariga qo'yib beryapti. Да. Я уже знаю, как эта паста работает. Aha. Chunki pastaga ishongan inson qo'rqmasdan men deb beryapti, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Sonraga я хотел что спросить. Bu pasta changiydimi, changimaydimi? Она не так сильно пылит. Ну, пылить еще, правильно? Есть. Да. Ну, эффект мощный, правильно? Может быть. Menga ham qiziq, ochib aytaman. Otabek, Да. обратите внимание, как он ведет машинку. Да. Это немаловажно. Да.
bitta narsa konkret aytgan. Qara. O'lchovman. 138, 137, 137. Endi men senga bitta narsa aytaman. Qara. Agarki ko'x pastida hozir mana shunaqa tezlikda, mana shunaqa balandlikda, оборотda qilganingda mikron tusharmidi? Tushardi. Aminmisan shu narsaga? Albatta. 100%. Kel shu yerda o'zida menga skoch beringlar bo'ldi. Men senga H9 ni beraman. Ozgina mana shu joyga qilasan. Mana pasta bilan qilamiz. Kel, явный конкретно. Nima deysiz do'stlar? Bo'ldi, ko'raylik. Ko'ramizmi? Albatta. Честный тест. Давай, menga skoch beringlar. Chestni o'yin bo'lsa, chunki men ko'p narsani hozir sizlar bilatirapman ko'chadagi detalli ishlar tomonidan chestni effekt bo'lsa, qaralaring. Nima qilamiz? Go'jo'na, mana bu H9 sanga mana. Bitta, tozalab beringlar mana bu o'g'illar. Это бикет. И за счет работы мы должны еще посмотреть, помимо как он будет работать, насколько прозрачна будет эта паста, когда деталь отрабатывает человек. Давайте сделаем так. Tozalab beringlar. Sal mana sovigan joydan boshlagan, xohlasak. Это бикет. Обижите, пожалуйста. Xohlasak, yordam qilasan, tak, обижиткamiz qayerda? Mana. Xohlab bo'tdi, farqi yo'q. Menga qizil bo'lgan joyi ertaga negativ bo'lmasin, yana gap so'zli bo'lmasin, yana bularni chaqirtirib, ana qilishni gap so'zli bo'lmasligi uchun. Ki boshla. Xohlab u yoqni, xohlab bu yoqni. Shu yoqdan boshlaymiz. Boshla. Bu tarafda sal sovigan. Boshla. H9 bola, bu o'ziga yarasha brend. Haqiqatdan aytaman, men qo'llab-quvvatlayman, lekin hamma joyda hamma o'ziga yarasha pastasi va o'ziga yarasha mashinasi bo'ladi. Hamma joyda ham ishlab bo'lmaydi. Nima deysan, to'g'rimi? albatta. H9 haqiqatdan zo'r oladi. Lekin meni tushuncham bo'yicha mikronni tez tushirib qo'yadi. Shunisi bor. Boya ko'rdinglar, mana shu pasta bilan pastli 10 minut, 15 minut emas, 10 minut ishladi. Yaxshigina ishladi, qizdirdi. Men hozir his qildim, chunki metal o'zi o'ynash boshladi. Endi bu yoqni ko'ramiz. Bitta narsa ko'rmoqchiman, yo'q, test endi. O'zingiz fikr bildiring. Fikrim shol. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Почти 20 daraja. 20 gradus. 22-20 daraja. Четко набери. 45 ta turadi, 45 turadi. Qara, 48, 41, 42 bo'lib turadi mana shunda hozir. Eng maksimum 42 yo'q edi bu yerda. 48, 45 bo'lib turadi. Men примерно aytdim, 130 ta olsang ham taqdirda 15 ta yeb turibdi hozir mana shu o'zida. Xuddi o'sha qizig'ishi, xuddi o'sha sistemasi. Lekin eng qizil joyi menga nima bilasizmi? Buni olishingiz emas. Menga eng qizil joyi
qancha ishlagan bo'lsangiz shuncha ishladingiz, to'g'rimi? Mikron tushganini ko'rdingizmi? Bizlar nima taraflaymiz? Mijozga mashinani daskanaverni ham nimadir to'liq holati, ideal holatda topshirish. Chunki ertaga bu mashina yana qayerdan o'zimizga kelishi mumkin. Qizmasdan. Da. Ya'ni mendan chiqib ketdi degan bo'lmasin-da, bu ertaga yana shu mashina qo'rqmasdan polirovka qilib beraman degan maqsadda men ochiqdan ochiq aytaman. Men ham masalan hozir bugungi kunga men shuni qabul qilaman. Trekker 2 yil maktab qilamiz, chunki oldingi chiqqan trekker kapotlari juda bardoshli, chunki sizdan oldin buni Ruslanlar buni test qilishga meni mashta. Undan keyin politok do'stlarimiz kelgan, ular test qilishga, o'zimiz ham test qilganmiz. Imенно mashta keramika qilganman. Mashta joyini polni yoqqanman. Videoni ko'rib borsanglar ko'rasizlar. Haqiqatan mana joyini keramika qilganman. O'shaning uchun ozgina qiynalib turibsizlar hozir. Ozgina qiynalib turibsizlar. Ochiq aytaman. Na samom деле lekin men yana bitta narsani faktdan albatta isbotladim. Uni chiziqni olish maqsadida emas. Ya'ni mikron tushish maqsadini ko'rdinglar. Asosiysi menga shu edi sizga. Bu chiziqni olish emas. Ruslan nima qilamiz? Ko'rsatamizmi chiziq olishni? O'zi ko'rsatsin. Razosi. Şartlı bu. Сачатка. Uchta загрузка. Uchta загрузка, to'g'rimi? Uchta загрузка. Shol уже ikkita загрузка. Qaranglar. Bu spirt bu. Bizlar doim har bitta etapimiz va spirtni artamizda. Men 99.7% spirtni doimo suv qo'shib, ya'ni обижga sifatida ishlataman. Mana birinchi ko'rsatgan narsamni qarang. Ko'rinishidan baho bering o'zingiz. Ko'rinishdan baho berganda hozir issiq detalga objerka qilganingizda pastda o'zini shol bilan ko'q уже o'rni boshqa. Ya'ni bunda ham issiq detalga objerka qildi, yaltirash, blesk bor. Bunda уже mat uylash. Endi nechi deb chiqadi deb o'ylaysan? Birinchisida уже 20 tushgandan keyin yo'q. Так. Bu 107. To'g'rimi? To'g'ri. Ana o'risida bitta maqol bor-da. Лучше не доделать, чем прожечь deydi.
o'sha kuydirmagandan ko'ra shu chiziqni ola olmadim desangiz ham yutuq Aqrab yetmadi desa ham bo'laveradi. va eng yutuq o'sha sizda bo'ladi. Shunaqa. Agarki uni до конца olaman deb harakat qilsangiz, ertaga bitta kapot yoki bitta krilo bo'yingizga tushadi. Klient hech qachon minnatdor bo'lmaydi. Da, endi nechida chiqadi bo'lingiz? 130 baland chiqar. Tushadi, chunki bu ikkinchi zagruzka bo'ldi bu. Ikkinchi zagruzka bo'ldi, ikkinchi tushdi. 127, 125, 116, 115, 116, 107. Ikkinchi yaxshi zagruzka bo'ldi. Albatta. To'g'rimi? Men o'shanda ham sizga hozir yana bitta anaqa qilaman. Bitta primerni aytaman-da. Bu joy keramika bo'lgan. Bu joyni oldin biz bayroq qilganmiz. Hozir shuning uchun mikron tushirdilaring-da masalan. Keyingi safar yana shunaqa qirilsa, keyingi safar qilib kelsa, bu mashina xuddi shunaqa zagruzkada qilish mumkinmi? Yo'q. Qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun kichkina bir tavsiyamda o'zingizlar ko'rdinglar, qilib ko'rdinglar. Qaysi pasta bilan ishlagan ma'qul. Bu chirish-chur Ruslan hozir apparatni degan qirib tashladi, lekin shuncha darajasini olib tashladilar. Lekin mikron churdi. Bizga bu yerda battle emas, просто men sizga pastani mikron tushishi, ko'tarilishi qaysi pasta bizga hozir foydaliroq. O'shani ko'rsatish maqsadida harakat qildim. To'g'ri tushunasiz deb o'ylayman. Avvalambor sizlarga rahmat, keyingilarga pastalar bilan tanishdilaring, ko'rdinglar. Endi bu yo'g'i xarid qilishsizlar. Nima xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ustalarning telefoni turadi, meni telefonim turadi, maslahat, tavsiya. Mana shu bolalar o'zlari qo'lidan test qildi. Bemalol Namanganga blatnoy servisga telefon qilsalaring, даже nima pasta tavsiya berasiz deganda, mana shu bola imенно asoschilari sizga javob beradi, javob etaman. Qo'rqmasdan ishonsanglar bo'ladi, chunki professional darajada o'zlarining ishini tekshirib bordim. To'g'risini aytaman, haqiqatan ishlar zo'r. To'g'ri yo'nalishda o'zingizlar maslahat bilan bersanglar kerak. Kartal deytingizda doimo zo'r maslahat va zo'r tavsiyani berib oladi. Nima deysizlar, Ruslan? Atabek aka? Joyingiz sog' bo'lsin. Jonim, men juda xursandman avvalambor. Joyingiz sog' bo'lsin. Bu ustamizga gapingiz bo'ldim. Reklama shart emas. Ko'p negativlarga sababchi bo'libdi. Bu ustani o'zi bilganlar biladi. O'zbekistonda avtotuning rivojlantirilmaganda katta ustalarni sizlar kuzatgan katta blogerlarni katta qilganlar desa ham bo'laveradi. O'shaning uchun mehmondorchilik qilib kutib olishdi. Bu hech kimga paxta qo'yishmas. Chunki bularning tajribalari ancha. Bu ustamiz hali mashinkani shularda ko'rmaganda bu usta o'sha kemalarni polirovkaga yurganlar. Xullas mana effektini ko'rdinglar, normalniy chizilgan. Xo'p, sholli pastasiga bitta baho berib qo'yasizlar, ko'k pastasiga buni bo'riga qizdirildi, o'zi yana normalniy qilinsa o'chilib ketadi. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bizga pasta yo'qdi. Rahmat aka. Joyingiz sog' bo'lsin.